iPhone 17 Max telefonimiz Pro Max do'konimizda ochilmagan zapечатление bu kimga qiziq bo'lsa, narxlar kelishdi, do'da narxlarda xolasiz naqdga, xolasiz nasiya savdoga chiqarib beramiz. Siz buni xarid qilishdan oldin sizga SIM va eSIM kerak bo'lsa, o'zingiz ayting, chunki bular hozirgi holatda sotuvga faqat alohida bo'lib keladi. Xohlagan odamlar bitta sim kart ishlatadigan odamlar bitta sim kartalarini sotib olishadi. Ikkitaligini olmoqchi bo'lganlar ikkitaligini olishadi. O'shanda narxida farq bo'ladi. Bitta sim kartali narxi arzonroq yuradi, ikkita sim kartali narxi qimmatroq bo'ladi. Shunda 30-40 dollar, ya'ni shu 400-500 ming atrofida qimmatroq bo'ladi. Endi ukam 16 dan bormi desangiz agar, ishlatilgan va yangilari ham Pro Max do'konimizda bor. Nasiya savdoga narxlarini do'da narxida qilib beramiz. Bodomzordi magazinimizda sizni kutib qolamiz. Videoga bitta like bosib qo'ysangiz, yaqinlarga jo'natib qo'ysangiz, nasib bo'lsa sizga ham mana shunaqa telefonlar nasib qilsin.